night signals from Dubai, calling through the city lights. Bugun bo'sh joyi ertalabgacha tayyor premium dekoratsiyaga aylantiramiz. Jarayonni boshidan oxirigacha ko'ring. Late night signals from Dubai, echoes moving side to side. Soft Arabic whispers fly somewhere between love and drive. Ya late, Habibi, slow down time. Ya late, city stars. Hozir bu bo'sh joyni ertalabgacha premium dekoratsiyaga aylantiramiz. Nilufar opa, Xo'p, nima qilishyapti hozir bular? Nima buni nomi? hozir pirpirli naves qo'yishyapti. Pirpireli naves. Xo'p, buni qoqish uchun, qilish uchun nima qilish kerak? Eng birinchi. Birinchi o'rinda buni skladka. Mana buni tort. Buni tikib chiqish kerak. Ha, buni Mana bular skladka hammasi qilib bitta qo'l bilan qilib chiqish tikilganmi? Shuning uchun chiroyli chiqyapti-da. Undan keyinchi. Mana buni tortiladigan birinchi bo'lib. Xo'p, oldinlari biz buni skladkali qilib blavkada taqib chiqqanmiz-da. U mehnat og'ir bo'ldi. Ham mehnat og'ir, ham ko'p vaqt ketgan. Buchi? Bunga hozir ana ko'rib turganingizda mana 4 ta reka tashlanadi. 4 ta reka tashlanadi. Mana tarang tortilgan menimcha. Tarang tortiladi. Matviy material tarang tortiladi, yaltiroq bo'lishi kerak. Qani. Xuddi bo'zga o'xshagan. Matviy. Shuni rekaga keyin bu steplerda urib chiqyapti bo'ldi. Shu bilan shunaqa chiroyli bo'lib ketyapti. Shunaqa. Hikmat, bu yoqqa qarang-da. Ho, labbi opa. Ko'plar so'raydi-da, qarang, mana bu shifon material g'ijim bo'lib ketganda buni dazmol qilmaysizlarmi? Aytayotdim, nima bunaqa jam deb. Lekin bu qolmaydimi? Yo'q, bu umuman ko'rinmaydi, chunki bu hozir 4 metr tepaga ko'tarilgandan keyin buni tepasi emas, faqat mana shu tepasi ko'rinadi. Mana gul bo'lib qolar ekan-da. Shunaqa. Bu nima deganlar uchun? Bu kadife. Navesi oyog'iga ishlatilinadi. Eni 280 bo'ladi. Buni xohlagan ranglardan ishlatsanglar bo'ladi. Klientlarni tanlaganiga qarab turib. Xo'p, buni 4,5 metr kesib olamiz. Kesib olgandan keyin ikkiga buklaymiz. Navesi oyoqlari ko'rinmasligi uchun ikkiga buklab, ikkita tomondan steplerlab olamiz. Shunda navesi oyoqlari bekiladi. Mana gullarni hozir ko'rib rasmga olinglar desam, buni ob'yom berish uchun qo'yishar ekan. Hozir buni ustidan yana oq gullar teramiz deyishyapti. Mana oranglarda dekor qilishni boshlab olganlaringizdan keyin mana shunaqa ko'rimsiz gullar bo'lsa, bemalol mana shu yerga ilib, xuddi shunaqa qilib ob'yom uchun ishlatib olsanglar bo'lar ekan. Ustidan keyin yaxshi gullarni tashlab yuborasizlar. Bu shifonni maslahatim 1 marta, 2 marta yuvgandan keyin o'sha boshqa shifon olib ilganinglar yaxshi, chunki klientni ham rozi qilib ketish kerak. Bu juda ham tezkor bo'ladi. Yaqinroq keling. Mana bu gulimizni qo'yishimizni yana bitta sababi bor. Mana ko'ryapsizlar, o'sha mana bu oppoq gullarni tagida u gul umuman vazifasi boshqaga aylanyapti. Shunaqa barglarni zich qilib ushlab turish uchun, ertaga shamol bo'lsa, shamolda uchib ketmasligi uchun bizga shunaqa vazifani bajarib beradi. Zich ushlab beradi. After dark. Ko'pchilik mendan bu pirpireni telefon qilib so'rashadi, Nilufar opa, necha santimetr o'zida? Xo'p, agar 4 ga 10 обычный naves ishlatsanglar, unga 50-55 santimetrli qilib tiktirib olasizlar. Yo'q, men elevator ishlataman deydiganlar uchun 70 santimetr zo'r razmer bo'ladi. Ularda ko'raman, оформление qilishganda mana shu temirlari shamolda uchib ketayotgan bo'ladi-da, temirlari ko'rinib qoladi. Ko'rinmasligi uchun pirpireni ustidan stepler urib qo'yamiz. Ko'rsating. Mana. Mana qilib stepler urib chiqsanglar, xuddi shunda turadi, qaytib kelganinglarda ham yetishgan aves. Nima bu, Nilufar opa? Voy, bu kapali. Yonadi. Buni uchadigani ham bor menda. Bu svitilnik ekan-da. Ko'proq yo'llarning uyiga ishlatilinadi.
Chunki Bu qayerda qo'yiladi? Fotozonada turadimi yo? yo'q, bu Tashqarida yo'legiga yo'legiga qo'yiladi. daroshkada turar ekan deb. Nechta qo'yilsa chiroyli chiqadi, premium ko'rinadi? Kuyovlarni uyiga 4 ta, 6 ta qancha yorug' bo'lsa, shuncha chiroyli ko'rinadi. Ha, Kuyovlarni qancha ko'p uyida. qo'ysa, shuncha premium ko'rinadi. Kuyovlarni uyida. Masalan, hozir necha metrli navesimiz? 4 ga 10. 4 ga 10. 4 ga 10 ga nechta qo'ysa norma? Kelin uyiga qo'ymasa ham bo'laveradi. Endi men chiroyli chiqsin deb qo'yib beraman. Xo'p, kuyovni uyiga 4 ga 10 Kuyovni navesga uyiga nechta qo'ygan yaxshi? 4 ta, 6 ta. Bular o'zimizda bormi Toshkentda? Toshkentda bor. Yo, bu qo'lda yasaladimi bu ham? Yo'q, Xitoydan keladi bular hammasi. Mana materialigacha Xitoydan keladim. Yo'q, bular o'zi tayyor yasalib kelinadi. Ha, mana shundoq keladi Xitoy. Pullarini oladi. Operatsiya qilishda yana bitta muhim narsa bu gul tanlash bo'ladi. Gulli 18 taligi, 34 taligi bor. Xo'p, gullariga qarab olaverasizlar. Agar объемli ish qilmoqchi bo'lsanglar, mana shu guldan olasiz. Bu sal qimmatroq, lekin ishinglarni shunaqa ochib beradi. Bu gul ham o'z o'rnida chiroy berib ketadi. Оформлениеga bu guldan ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunaqa joylari, g'unchalari ishga ochib beradi. Lekin men ko'proq bu gulni yaxshi ko'rganim uchun bu guldan ishlataman. Bu gulni yangi olganinglarda har bitta shoxlarini ochib chiqsanglar, gulni har doim to'g'rilashga majbur bo'lmaysizlar. Bitta ochib olasizlar, bo'ldi. Shunaqa chiroyli. Nilufar opa, kamida necha metr ko'tarish kerak mana shu navesni? Navesni 3 metrdan baland ko'tarish kerak. Agar 3 metrdan past ko'tariladigan bo'lsa, оформление Xunuk bo'lib qoladi. ishi ham xunuk ko'rinadi, dekoratsiya ham xunuk chiqadi. Baland bo'lgani ham yaxshi. Bu Lekin mana bunaqa mahallalarda yaxshi ekanda bu. Sababi shamol bo'lmaydi chunki bu yiqilishi ham mumkinmi? Shunaqa holatlar ham kuzatilganmi? Kuzatilgan. Boshida rossa kuzatilgan. U uchun nima qilish kerak? Yiqilmasligi uchun to'rtta mana. Ip boylab qo'yish. Ip boylaymiz. Bo'ldi. Joyiga qarab turib ko'tariladi o'zi aslida. Ya'ni Misol uchun 3 metrdan baland ko'tariladigan joylar, mana mashitlar 3 metrdan baland ko'tarsa bo'ladi. Kattaroq, ochiqroq joylarda уже opasniyroq. Ag'anash. Qancha baland bo'lsa, shuncha xavfliroq. Muammo bo'lar ekanda, tushunarli. Hozir bunga faqat oq tayyorladim. Mana bu rozoviylar nimaga? Yo'q, bu zinaga. Ha, zinaga. Xo'p. Mana ichkarida fotozona ham bo'ladi hali. Kelin uyi-ku. 34 talik atirni ochib olamiz. Yangi olganda mana shundoq qo'yamiz. Orasi ozgina ochiq turadi buni. Ikkinchisini ham olib buni orasiga qo'yamiz. Ochib chiqamiz. Nechta qo'yiladi bitta tumbaga shunda? Ikkita dona qo'yiladi. 68 ta atir gul bormi shunda hozir? 34 tadan shunaqa. Mana shunaqa ochilib chiroyli bo'lib chiqadi. Bu yo'liga, bu? Bu yo'liga turadi. Ha, kapalaklar yonida turadi-ku bu. Yo'q, kapala eshik tagiga qo'yiladi. Bu yo'liga tushadi. Hozir bu ham o'zi joyiga qarab turib qo'yiladi. Nimaga deng? Hozir buni ko'chaga qo'yib yuboramiz. Chunki bu yoqqa keling, oling. Yo'liga joy qilingan. Xo'p. Bizaga оформленияmizni qo'yishga joy yo'q bu yerda. O'shaning uchun ko'chaga qo'yamiz. Ha, navesga qo'yamiz. Agar bu yerda stol stullar bo'lmaganda, yo'liga 6 ta tumba, ko'chaga 2 ta kapalak tushgan bo'lardi. Unda hozir bu bizani sharoitda hozir kapalak bo'tga tushadimi yo nari yo'q? Kapalak turaveradi, tumba faqat navesga kirib tushadi. Lekin navesda bo'lgani ham yaxshi ekan. To'lib turadi. Tumba. Kapalakni qatdan olamiz deganlik uchun aslida buni qoldiraman. Bemalol telefon qilib xarid qilishingiz mumkin.
Men buni olganimda $35 olgandim. Hozir narxi bilmayman. Telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Ko'chani bitqizdik. Endi nimaga navbat? Endi ichkarida kelin rasmga tushadigan joyi fotozonasini qilamiz zinalarni perillasiga chiroyli qilib gul qilib beramiz. Hozir zinani perillasini ko'rib, unga yo oq yoki ro'ziga qilamiz. Zinaga qarab beramiz. Zo'r. Videoni ko'rishda davom etamiz. Endi zina bilan fotozonani qilishda davom etar ekanmiz. Nimaga aynan oq bilan pushti rang gul ishlatyapsiz? Oq bilan pushti ishlatayotganim, ko'rib turganingizdek, mana perillalar oq. Bu jigarrang joy ko'rinmaydi. Botga hozir men oppoq qilsam ham chiroyli chiqadi, oq ro'ziga qilsam ham rosa chiroyli chiqadi. Endi bu ham joyiga qarab turib qilib beriladi-da o'zi aslida. Agar misol uchun ba'zi klientlar hammada ham bunaqa chiroyli narsa qo'yilmaganda, xunuk perillalar bo'lsa-chi, unda qanaqa yo'li bor? Nima yechim berasiz? Perilla xunuk bo'ladigan bo'lsa, event shifon bor. Shundan kachela qilinsa, shunaqa chiroyli chiqadi. Ha, yopilib ketadi. Ko'rinmay ketadi u. Effekti ham premium bo'ladi. Kecha bu yer bo'm-bo'sh joy edi. Bugun dekoratsiyamiz tayyor. Chiroyli dekoratsiya shunchaki yaralmaydi. O'zingizlar jarayonda ko'rdinglarki, reja bilan tajriba va to'g'ri material tanlashdan boshlanadi. Agar dekorimizni noldan o'rganmoqchi bo'lsanglar, bizning keyingi videolarimizni kuzatinglar.